Afsuski, nimagadir bu ajoyib mamlakatni ko'pchilik sayohatchilar deyarli gapirishmaydi. Men uchun bu o'lka Xitoy va Vyetnamdan ko'ra ancha qiziq, Tay va Filippindan ko'ra ancha arzon, Laos va Kambojadan ko'ra anchagina ekzotikroq. Odamlari juda ham ajoyib. Erkaklari lonji degan yubka kiyishadi, ayollar esa yuzlarini quyoshdan himoya qilish uchun tanaka surishadi. Ularda o'zgacha alifbo va sonlar mavjud. Bir haftada 8 kun va 2 ta chorshanba va hozirda ularda 1387-yil va bu davlat Myanma. Oltin gumbazlar, minglab pagodalar, daryo bo'yidagi qishloqlar, sukunatdagi ko'llar, gavjum bozorlar sizni o'ziga tortadi. Hamma odamlar juda samimiy, qo'ldan kelgancha yordam berishga shoshadi. Joylashgani sizni uylariga taklif qilishadi. Siz bu yerda sayohatchida emas, balki o'zingizni mehmonday his qilasiz. Afsuski, ko'pgina davlatlarda yo'qolib ketgan bo'lsa-da, Myanma hali ham o'sha biz bilgan mehmondo'st ekzotik oshoni o'zida saqlab qolgan. Myanma haqidagi to'liq videoni YouTube'da Shuhrat Voyager kanalida tomosha qilishingiz mumkin.